deydimi? Yomon sovuqdi. Grippni ham yomoni bo'lyapti. Ana u ishxonamdagi medsestraga uchirdim. Haligi qo'ydi 37,5 chiqdi sig'im. 30,5 unaqa yomon emas. Yomon uchragan. Voy tavba qildim. Men 39 man dadasi yuribman, kuni bilan hamma ishlarni qildim. Seni stipendiya nechi deb so'raganim yo'q-ku. Aytdim-da, dadasi yomon emas, 37. Seni joning bilan meni jonim farqi bor. Ha, bildim. Meni jonim 40 ta ekan. So'rayapman joningni tezroq chaqir skoriydi. Skoriy nima qilasiz dadasi? 37,5 ga ya. Chaqir tezroq, mazam bo'lmayapti. Hozir mashina yiqilib tushaman. Voy tavba. Xo'p, bering telefoningiz. Kodini ayting. Ayting kodini, skoriy chaqirishim kerak. O'tirmayman unaqa. O'zing telefonda qilsang bo'lmaydimi? Voy Mustafa o'ynayapti telefoni, madasi qo'limda turibdi. Shunaqa o'ring. Ayting. Ha? Sal yaxshiga o'xshayapman. Voy tavba qildim. Yaxshi his qilyapman o'zimni. Dadasi kodini ayting, skoriy chaqir dedingiz-ku, chaqiraveraman. Men shundan kelib ikkalamiz ko'rib qo'ya qoldik. Yo'q, senga aytdim-ku, ovora qilmagin deb. Olib kel bu yoqqa. Yaxshi bo'ldim deyapman-ku, istimab tushdi. Limon choy damla. Erkak kishining joni telefonida bo'ladi-ya.